muammolar yig'ilganda birdan single загранпаспорт yordam beradi deydi. Akalar tabriklasanglar bo'ladi. O'z подписчиklaringiz biladi, Schengen viza bizaga chiqqanda Donfen olgan akalar taklif qilishgan Yevropaga, o'sha akalar bilan chiqib ketyapman. Video qo'yishdan maqsad yo'lda kelayotgan akalar mashinasi bor. Men damogan chiqib ketadigan bo'lsa, har xil gumonlarga bormanglar. Ish to'xtab qolmaydi. Mashina to'xtab qolarmikan, kelarmikan degan narsa ichingizdan o'tishi aniq. 14 kunlik dam olish ko'z ochib yumguncha o'tib ketadi. O'z shaxsiy profilimga kirib ko'radigan bo'lsangiz, men travel xush ko'radigan odamman. Shunchaki 9 oydan beri hech qanday damogan chiqmadim, dam olib kelmasam bo'lmaydi. Akalar miyam otilib ketayapti va avgust oyi, sentabr oylarida Donfen olgan akalarga abishat qildim. Xudo xohlasa chiqsanglar birga chiqamiz dedi. Yo'lda kelayotgan advokat Yuriy akalarning mashinalari bor, Zoir aka, boshqa Muhammad Ali aka mashinalari. Xudo xohlasa Toshkentga keladi. Sizlarga deklaratorimiz alohida chiqishadi. Elektron qo'lishingizni tashlab berasiz, rasmlashga qilib berishadi. Bitta duo olib ketaverasiz. Agar sizga Yevropadagi sarguzashtlaringiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada 5 belgisini yozib qoldiring va biz istoriyaga qo'yishga harakat qilamiz. Agar qiziq bo'lmaydigan bo'lsa, hech narsa yozib qoldirmang, videoga prosta like bosib qo'ying, shaxsiy profilimdan maqtanib tantanasa qilib yuraman kerak. Xudo xohlasa alohida ichib ko'rasiz, buyurtma asosida tayyor mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, 14 kuncha onlayn ishlab turamiz. Va yo'lda kelayotgan 11 ta BYD ham mashinasi bor. Yo'lga yaxshi joydan suv chiqib turamiz. Agar kimdir bron qilmoqchi bo'lsa, Telegramda pasport tashib berasiz, bo'ldi, shuni o'zi yetadi. Kuningiz yaxshi bo'lsin, Jahon Motors yaxshi kunlarda xizmatda sog' bo'linglar.